Xo'sh, efirga boshlandim. Bilen hozir boshlang. Qo'l Do'stlar, efirga tortdim, do'stlar. Chat. Призов Валерийский. Клон наш тип бывает. Da, mana yozishyapti bu 4-qismini syomkasini qilamiz bolalar. Yuzlarim kraska yozibdi. Davay, chat yondirib biza. Cho'tan. Do'stlar, siz birgalikda do'st qilamiz. Biz shunga payt do'stlikka yo'qmiz. Jonli ko'rishing imkoniyati borsalar, cho'zsalar, yuzi qaranglar, ahvolini nimadir bo'lib ketyapti. Chunki sizlar men to'g'ri qilmagan gapirishadi. Chunki sizlar do'stlik video chiqqancha bunasini ko'rishing kerak. Davay. Bas, olma. Kim? Qarasa qo'l. Da qo'ying, brat, kerakmas. Yo'q, ko'rsataylik. Qani. Buni qo'rqib ketdi. Do'stlar, hamma yoq bardak. Chat qanot telefon qana? Chat o'qiylik, telefon kim bor? Ber. Darkin to'rtga chiqdi. Chat, darkin to'rtga topganlar hammasi qismini yozsin chatga. Derda taxirchi qaraydi. Bu bola tushunishinglar uchun mana oldingilariga qaraganda biza teng emas. Yoshini aytmayapman men. Bular do'stlar. Mana qarang. Chat ko'rsatdi. Mana. Do'stlar, bu dacha hozir mana qaranglar. Chat hamma 80 yozibdi. Davay do'stlar, efirda o'qishga qo'yinglar, mana qaranglar. Oyoqqa kelishini ko'rsat. Nima? Videoda ko'rsa, Tushunishinglar uchun borku. Fundament o'zi 1,5 metr bo'ladi, keyin uyga boshlanadi. Hozir shuncha balandda turganimizda u bizdan avvalham bo'lib turibdi. Bu video qancha chiqadi? Bu video qancha chiqadi do'stlar? Telegram kanalga o'tganman va men Telegramdan ссылкасын chatga tashlaymiz. Hozir Telegram kanalga o'tdi. O'tdi video qancha chiqadi? Chiqadi. Короче, mana yuzimdagi narsani men o'zim surganim yo'q. Kamanda deb o'rla surmadi. Ikkinchisi biladi, do'stlar. Keyin sandan tushunayotganing ham xato. Ne, do'stlar, gapni ko'rsan coollikka qo'shishgan. Как будто моё ончима. Aya ishimni qilibding-ku. Aka, qiyas videoda ko'rasan, video chiqsa. Chatlarga javob beramiz. Chunki Chunki biz do'stlar hozir tashqari chiqib qulonchilik ko'rsa qulonlar qilgan shaxsni ham ko'rsatmaymiz. Chunki ko'pirma efir. Ya'ni hozir do'stlar, to'g'ri tushuninglar. Bu informatsiyalarni men sizlarga hozir hammasi ko'rsatib keyin video qiziq o'yin. Shuning uchun bitta videoni kutinglar bo'ldi. Ya'ni hozir bu informatsiyalar hammasi fokus qilsa. Xo'p. Bu informatsiyalar hammasi sizlarga YouTube video qiziq bo'lishi uchun. Xo'p, qisqarlik endi siz yozgan chatlarga javob beramiz. Xo'sh. Savdo topildimi? Video ko'ryapsiz, lekin Joniylar shunaqa qisqarlik bo'pti. Yurib borku, adrenalin chiqib ketadi tashqariga. Bu birinchi efir menimcha. Da, hech qachon so'kmaydi efir. Unda birinchi so'kmaydi efir. Akshavalla portalashib turinglar, video chiqadi. Hop, efir 4-minutga topdimi? Chatlikka mashhur bo'libdi. Unda fikr kerak-a? Hop. Maxsus kim yapsın endi? Kel qo'shib. So'sha orqaroq qo'y. Mana. Qo'shib. Mana bu kim bor? Chat. Mana bu nima? Chat yozib chat. Mana bu nima? Yoz. Buning ichida bizga shunaqa yangi yozuvlar chiqdi. Voy. Mana buni kim ko'rgan chat? Mana buni kim deb biladi? Keyingi betni och. Voy, stop. Voy. Ko'rsatib qo'yaman lekin Okey, videoda ko'rishadi. bitta ko'rsatib qo'yaymi bo'lmasa? Bitta. Do'stlar, mana kitobcha nima chiqqanini ko'ringlar o'zinglar mana bugun. Mana bu kim? Bu kobra. Darkin 3 tami kelgan klon. Mana bu kim?
Nima ismi? Bu Goblin. Bu dargin ichida dargin keldi. Mana bu o'rta turgan ko'mir qaysi biri? Ha? Bulardan boshqa kim? Pastdagisi u. Bundan boshqa birinchi qismi. Boshqa bu ekan. Birinchi ko'mir kelgan yo'qsa, birinchi qismida qanadir oddiy tushak turgan. Seryoz edi, birinchi qismida ko'mir. Xullas do'stlar nima bo'lgani arkadaşlar. Nima deyapti odamlar? Omon aka uydan o'tgani to'g'ri setinchi qiz ketdi. Endi yetmiyor, uydan o'tdi. Shuncha intrishga razmini berib olmish, to'g'risidan qiziq bo'lsin. Hop, anini saltanchani ko'rsamizmi? Nima qilamiz qorong'ida? Qorong'ida hamma adrenalin, hamma kayf shtanu. Qorong'ida bo'ladi. Baribir qo'rqmoqchimisan, qorong'i bo'lishi kerak. Kunduzi qo'rqib yurmaysan-a? Ha, men maqsad qolmisan. So'zdan daftar shog'lik daftar ko'rmasin. Все. Компьютер aylantiringlar. Kompyuterni chiqarib olsa, qanday kommunikatsiya yo'q. Okey. Bola syomkani boshlaganmiz. Sal qorong'i tushgandan keyin hamma qiziq joylari, hamma nima bo'ladigan joylarni hammasini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Boshlanishdan o'zi shunday bo'lib ketdi. Hali dars что будет? Videoda to'liq ko'ra olasizlar. Maqsad endi bilmadim. Tugasan вообще. Nitrapdan odamsan-da. Voy. Eng qizig'i bilsangiz, o'tgan safar sizni Aziz bo'g'aydi quturib ketgandi. Asal o'ynamay. Har doim shunaqa qilishadi, bor har doim. Bu safar unaqa bo'lmaydigan umiddaman. Bu video qachon chiqadi? Chiqadi o'g'li. Sabr qilib turinglar. Yaqinda-da. Yaqinda chiqadi. Eshitdim. Nima bo'ldi? Bor chat o'qidi. Nima bo'ldi? Qachon chiqadi deyishdi. Aytdik, endi yo'q, yaqinda chiqadi. Qanday bilaman qachon chiqishini? Yaqinroq kelishadi. Mana o'tdi. Ishtob biladi. Deb taxminaga yashirinishimiz kerak biz. Kitob qo'ydi bo'ldi, hech kim ko'rmaydi. Birinchidan Sizlar achchiq o'sha yil o'tdi kerak. Bo'yi qanchami? Bilmayman aka. Hali shu ko'rgan yo'q, o'yinadan ko'rib. Mana aka bo'y tashlab ko'rishni ko'rdim. Chat nimaga? Kitob ber deydi. Do'stlar, video syomkasi bo'lyapti. Video juda tezkor chiqadi. Albatta hoziroq chatlarga pulsani tashlab, video qachon chiqadi to'ldirib tashlaylik. Mehnat ko'rsatadi do'stlar, anaqa bo'lyapti. Nima deyishadi? Sardor so'rashi. Sardor do'stlar, video ko'rsatib bilasizlar, biz ham fohishaolmaymiz, qiyin bo'lyapti. Galmitaga ko'm. Ko'rsatib bilasizlar. Buni hisob bering. Galmitaga ko'm.
Ну, hamma do'stlar, mana shunday efirga ketamiz, a? 10 minut bo'ldi. 10 minut bo'lib qolgan videoni ko'rsin. Chivas xabar olmaylik. Lekin ishonavering do'stlar. Men umrim davomidagi eng qo'rqqan videomdan bittasi bu. Internet ichida eng zo'r mana shu. Xudo xohlasa endi bu yog'ini Maqsudjon o'zimdan tashqari tezroq chiqarsa, bu yog'ini ko'rasizlar. Chucham do'stlar, hozirroq Maqsud tezroq tashqari chatga ham yozib tashlasan, chunki shunda tezroq video chiqadi. Va Telegram kanaliga obuna bo'ling, chunki video aynan qachon birinchi Telegram kanalda e'lon qilib, undan keyin videoga qo'yamiz va qolganini joyga aytamiz. Shunaqa do'stlar. Davom eting bo'lsam, biz ham efir yig'ishtirib, so'ngga kirishamiz. Gapimizga iltimos. Bo'ldi, qarshi videoni qo'yib, efirda hamma yaxshi chansini yaxshi ko'raman. Yangi video, lekin necha chiqsam, to'rt chiqsam, tez kunda. Qayerda? Qayerda? Efir ochroq.